Carlo Ancelotti. Bu odam Real Madrid klubini 12 yillik Chempionlar Ligasi tashnaligidan qutqarib, La Decimani sovg'a qilgan. Jamoani Ronaldo'siz ham, Benzemasiz ham cho'qqiga olib chiqqan edi. Ammo endi birgina omadsiz mavsum ortidan aynan o'sha Ancelottining kelajagi savol ostida. 2024-2025 mavsumda Real Madrid izdan chiqmoqda. La Ligada peshqadam Barselonadan 4 ochko ortdi. Chempionlar Ligasida esa Arsenalga mag'lub bo'lib chorak finalda to'xtadi. Klub ichida esa yana bir og'riqli muammo bor. Noto'g'ri va loqayd transfer siyosati. Kroos, Nacho, Joselu ketgach, ularning o'rni to'ldirilmadi. Jamoa asosiy o'yinchilar jarohatlari sabab qiyin ahvolga tushib qoldi. Lekin qishda hech qanday transfer amalga oshmadi. Biroq odatdagidek ayb faqat murabbiyga yuklanmoqda. Endi esa Xabi Alonso nomi yangramoqda. U kam resurs bilan kuchli jamoa tuza oldi va aynan u Realning qutqaruvchisi bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ammo asosiy muammo hech ham o'zgargani yo'q. Murabbiy emas, tizim ishdan chiqqan. Ancelottini almashtirish mumkin, ammo transfer siyosatida o'zgarish bo'lmasa, Real Madrid yildan yilga kuboklardan uzoqlashib boradi. Ancelottining ketishi tobora oydinlashmoqda. Sizningcha, uning o'rnini qaysi murabbiy egallaydi? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.